O'rtoqlar, Damas mashinamiz tayyor bo'ldi. Videoni shoshilmasdan ko'ring. Men sizga chiroyli Navorot Damas'ni ko'rsataman. Aka rollarini однотонный qilib, pertashka qilib, tiniq holatda tayyor bo'ldi. Chexollarini ham poni kombinatsiya qilib, ikki go'ja bilan alkantara qilib, perforatsiya qilib, 3 xil material ishlatilgan. Xudo xolisi 12 barlarini ham zo'r qilib, tiniq holatda qilib berdik. Rishakka prosta maza qildim, qarang. Mehrda qattiq berilgan. Bunaqa mehnatdan keyin aka bitta lak bosib qo'ying. Malibu puntlarigacha o'rnatib, bir xil holatda chotki qilib, sifatli qilib berdik. Apishkalarni ham zo'r qilib, sifatli qilib, har bitta stroshkalarga bitta e'tibor berib qo'yasiz. Arqalarini ham sifatli qilib, kombinatsiya qilib, bir xil holatda lilonimlarini ham zo'r qilib, stroshkalargacha qilib razmerlari zo'r holatda tayyor bo'ldi. Inshaalloh patologlarini ham kombinatsiya qilib, zo'r qilib, trenddagi dizaynda qilib berdik akalar. Damas shakalarim bormi? Yaqin Damas shakalarga bitta jo'natib qo'ying. Bunaqa Navorotdan keyin o'zlari bitta baho berib o'tib ketadi. Oldilari ham poni kombinatsiya bo'lib, holatini taniq qilib berdik. Abisopkalarini qarang, prosta maza qilasiz aka. Damas bormi aka? Damas shakalar bormi? Xudo xolasa bemalol murojaat qilinglar. Kimga mashina sifatli ishlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib kelib, o'zimiz sifatli qilib, zo'r qilib beramiz.